Surxondaryo viloyatida aralash jang san'atlari, ya'ni MMA bo'yicha havaskor sportchilar o'rtasida Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i kubogi musobaqasi bo'lib o'tdi. Joriy yilning 8-9 noyabr kunlari o'tkazilgan mazkur bellashuv viloyat Ichki ishlar boshqarmasi hamda aralash jang san'atlari federatsiyasi hamkorligida yuqori saviyada tashkil etildi. Yigirmata vazn toifasida viloyatning barcha shahar va tumanlaridan kelgan yosh sportchi yigit-qizlar ishtirok etib, o'z mahorat va irodalarini namoyon etishdi. Musobaqamizning maqsadi O'zbekiston Kubogi musobaqalariga sportchilarimiz saralash maqsadida musobaqamizni o'tkazdik. Bizning musobaqamiz Ichki ishlar boshqarmasi bilan biriktirilgan holatda o'tkazdik. Bizning sportchilarimiz hozirgi vaqtda 75 nafar Surxondaryodan eng yaxshi saralangan sportchilarni musobaqasini qildik. Musobaqamizda eng yaxshi sportchilar saralab oldik. Respublika bosqichiga sportchilarimiz har bir vazn toifasidan sportchilar yo'llanmasini qo'lga kiritishdi. O'zbekiston Kubogini saralashdan o'tgan sportchilarimiz Osiyo chempionatlariga yo'llanmani qo'lga kiritish uchun harakat qilishadi. Biz bugun mana shunday musobaqani tashkil etishga Surxondaryo viloyat Ichki ishlar boshqarmasi juda katta yordam berdilar. Janglar murosasiz va qizg'in tarzda kechdi. Har bir ishtirokchi g'alaba uchun bor kuchini safarbar etdi. Maydonda haqiqiy jasorat va matonat namoyon bo'ldi. Jangda nokaut bilan g'olib deb topilgan Qizil Burchakdagi Rahmatullayev Abbos. Bellashuv nafaqat sport mahorati sinovi, balki yoshlar orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib etish, sabr-toqat va irodaviy bardoshni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etdi. Musobaqa yakunida g'olib va sovrindorlar viloyat Ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati tomonidan diplom, medal va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandi. Men 83 kilo 900 toifasida ishtirok etdim, kattalar o'rtasida birinchi o'rinni egalladim. Avvalam erkin kurash MMA bo'yicha O'zbekiston chempioniman. Ichkarida jahon chempionati ishtirokchisiman. Tashkilotchilarga katta rahmat, Ichki ishlar vazirligiga zo'r musobaqa ishtirok etyapti. Tadbirda viloyat Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari podpolkovnik Akmal Murodov ishtirok etib, g'oliblarni tabrikladi. U o'z nutqida yoshlar o'rtasida sportni rivojlantirish, sog'lom avlodni tarbiyalash ichki ishlar tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biri ekanini ta'kidladi. Musobaqa Surxondaryo viloyatida sportni ommalashtirish, yoshlar o'rtasida sog'lom raqobat muhitini yaratish va ichki ishlar xodimlari hamda yosh avlodning jismoniy tayyorgarligini yanada yuksaltirishga xizmat qiladi.